Bizda qatdan quyosh chiqib ketdi desam, Surxondaryo Denodan Dilmus ochilayotgan ekanda. Ertaga 28-mart kuni soat 11:00 da O'zbekiston bo'ylab eng ko'p filiallarga ega bo'lgan Dilmus ana endi Surxondaryo viloyati Denovda sizlar uchun maxsus sirli san'atkorlarimiz bilan birgalikda ertaga soat 11:00 da ochilishimizdagi barcha Surxondaryoni jaydari go'zallarini chaqiraman. Sababi juda ham zo'r ochilish bo'ladi. Sizlar uchun maxsus narxlar. Maydalashib o'tirmadim, ketsa boydan ketsa 100 ming so'm, 300 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million so'mgacha pulli vaucherlarni shunday yutib ketsanglar bo'ladi. Sizlar uchun maxsus Dilmusni ana endi Denovdagi filialida katta assortimentiga kiyimlarni mazza qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Qizlar, ertaga ochilishimizga barchani taklif qilaman. Manzilni tushuntiraman. Surxondaryo viloyati Denov tumani shunagina ekobog'i yonida. Men sizlarga aniq adresni pastda opisaniga yozib qoldiraman. Surxondaryolik qizlarimizni ana endi aktivi shu postda bildirmasanglar bo'lmaydi. Shu videoni srochna Denovli, Surxondaryolik, Surxonni qizlariga tez jo'natib qo'yinglar, sababi ertaga Dilmusda tantanali ochilish bo'ladi.